Mavzuda davom etamiz. Yoshlar millatning ertangi tayanchi, mamlakat taraqqiyotining eng katta kuchidir. Shunga muvofiq G'ijduvonda ham yoshlarning bilim olishi, kasb egallashi va hayotda o'z o'rnini topishi yo'lida aniq vazifalar belgilab olingan. Payshanba yoshlar kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirlar misolida mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Yoshlar kuni munosabati bilan G'ijduvon tumanidagi 2-son texnikumida Kasblar festivali hamda ochiq eshiklar kuni tadbiri yuqori saviyada va ko'tarinki ruhda tashkil etildi. Tadbirda tuman hokimligi mutasaddilari, huquq muhofaza qiluvchi organlar rahbarlari, ta'lim sohasi vakillari, ota-onalar va keng jamoatchilik ishtirok etdi. Festival davomida yoshlar bugungi mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblar, zamonaviy va xalqaro maydonda ommalashayotgan yo'nalishlar bilan yaqindan tanishtirildi. Shuningdek, qisqa muddatda kasb egallash, daromad topish, tadbirkorlikni yo'lga qo'yish hamda dual ta'lim orqali amaliy tajriba asosida bilim olish imkoniyatlari haqida ma'lumotlar berildi. G'ijduvon tumanidagi umumta'lim maktablarining 9-sinf, 11-sinf bitiruvchilarini bugun ochiq eshiklar kuni va kasblar festivaliga taklif qildik. Barcha o'quvchilar o'zlarining kelajakdagi kasb va hunarlarni egallash uchun imkoniyat yaratildi. Yurtboshimiz ta'kidlagandek, har bir yosh o'zining kasb va hunar egasi bo'lishi yoki bir kelajakdagi o'zini tadbirkorlik ishini olib borishi uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Texnikumlar o'qituvchilari va o'quvchilari tomonidan tayyorlangan ko'rgazmalar, amaliy ishlanmalar va innovatsion loyihalar tadbirga alohida ruh bag'ishladi. Yangi ochilishi rejalashtirilayotgan yo'nalishlar taqdimoti esa yoshlarning qiziqishi va intilishini yanada oshirdi. Bitiruvchi yoshlar bilan tashkil etilgan ochiq muloqot samimiy va mazmunli ruhda o'tdi. Yoshlar o'zlarining kelajak rejalari, taklif va tashabbuslarini bildirib, qiziqtirgan savollariga rahbarlardan atroflicha javob oldilar. 2025-yildagi Vostiklistda qatnashdim va sovrinli o'rinlarga ega bo'ldim va hozirda 2026-yilda bo'lib o'tayotgan yangi O'zbekiston bunyodkorlari tanlovida tayyorlanyapman va sovrinli o'rinlarni olishga o'z maqsadimni qo'ydim. Dual ta'limda topshirib, ham ishlab, ham o'qib, o'z malakamni oshirmoqchiman. Biz yoshlar prezidentimizga mana shunday shart-sharoitlarni yaratib berganlari uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aytish lozim, bugungi yoshlar nafaqat bilim olishga, balki jamiyat taraqqiyotiga daxldor bo'lishga ham intilmoqda. Ana shunday yoshlarni qo'llab-quvvatlash esa yangi O'zbekiston siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri. Buxoroda o'tkazilayotgan bunday keng qamrovli tadbirlar yoshlarning orzu-intilishlarini ro'yobga chiqarish, ularni zamonaviy kasblarga yo'naltirish hamda vatan taraqqiyotiga daxldor avlodni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.